Assalomu alaykum. Latofatli va nazokatli opa-singillarimizdagi zukkolik va chaqqonlik barcha sohaga fayz bag'ishlaydi. Biz bugungi ko'rsatuvimizda Toshkent davlat transport universitetining xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi dotsent Feruza Ma'murova faoliyati haqida hikoya qilamiz. Qahramonimiz 1976-yil 29-may kuni Buxoro shahrida tavallud topgan. Feruza Ma'murova yoshligidan bilimga tashna bo'lib ulg'aygan. 1993-yilda Buxoro davlat universitetining chizmachilik va tasviriy san'at yo'nalishida o'qishga topshirdi hamda 1998-yilda universitetni tamomladi. Feruza Ma'murova xuddi o'sha yili o'zi tahsil olgan bilim yurtida dastlabki ilmiy faoliyatini boshladi. 2000-yildan to 2020-yillarga qadar Yakkasaroy tuman hokimiyati, Toshkent davlat pedagogika hamda Toshkent temir yo'l muhandislari institutlarida mehnat qildi. Qahramonimiz 4 yil mobaynida Toshkent davlat transport universitetining qurilish muhandislik fakulteti dekan muovini lavozimida ishladi. Bugungi kunda Feruza Ma'murova dotsent va jamoatchilik ishlarida faol yetakchi ayol hisoblanadi. Har bir inson bolaligidan kimgadir havas qilib kasb tanlaydi. Feruza opa, siz bolalikdagi orzularingiz qanday bo'lgan? Bolaligimda men shifokor bo'lishni xohlardim. Mana shu sohaga kirib kelishingizga nima turtki bo'ldi? Ota-onam bo'lsa kerak. Chunki ota-onam o'qituvchi. Mana o'zingiz Buxoro davlat universitetida ta'lim olgansiz. Nimaga aynan siz kompyuter grafika yo'nalishini tanlagansiz? Chunki ijodiy yondashuv bo'lishi kerak. Undan tashqari meni adamam shu yo'nalishda o'zlari ishlab kelganlar, ta'lim berganlar. Balki shu turtki bo'lgandir menga. Chunki yoshligimda ko'p chizardim. Maktabda ham chizmachilik o'qituvchimiz juda ham zo'r o'tardi shu darsni, chizmachilik darsini. Juda ham mehr berib o'rgatardi. Shuning uchun ham balkim chizma muhandislik va kompyuter grafika o'qituvchisi bo'lgandirman. Bizga sizni hamkasblaringiz PhD ilmiy dissertatsiyasini yoqlaganligingizni aytishdi. Agar sir bo'lmasa, qaysi mavzuda yoqlagansiz? Bugungi kunda mana juda ham ko'p innovatsiya metodlar kirib kelgan. Shularni biriktirgan holatda men PhD yoqladim, 2023-yilda yoqladim. Bugungi kun yoshlarning kamchilik va yutuqlari nimada? Bugungi kunda kamchilik sifatida aytsa bo'ladimi yoki yo'q bilmadim, lekin ularni dangasa ekanligi, lekin fanga kirishib ketgandan keyin ular dars tugaganini bilmay qoladi. Shunchalik fanga mehri oshadi. Bu ularning yutug'i. Biz shu kamchilikni yutuq orqali bartaraf etmoqdamiz. Qahramonimiz tabiatan kirishimli, samimiy, tashabbuskor ayol hisoblanadi. U o'z kasbini sevadi va zamon bilan hamnafas bo'lishga intiladi. Feruza Ma'murova universitetda xotin-qizlar bilan ishlash jarayonida ularning qiziqish va takliflarini hamda kreativ g'oyalarini qo'llab-quvvatlaydi. Ayni paytda qahramonimiz Toshkent davlat transport universitetining xotin-qizlar masalalari bo'yicha rektor maslahatchisi hisoblanadilar. Feruza opa, mana shu xotin-qizlar bilan ishlash jarayonida nimalarga ahamiyat berasiz? Xotin-qizlar bilan ishlash jarayonida hamma narsaga ahamiyat beriladi. Ularning ma'naviy hayoti, ularning yashayotgan atrof muhitlari, hamma narsa ilmiy, o'quv jarayonlari hammasiga ahamiyat beriladi. Birorta narsa chetda qolib ketmaydi umuman. Bugungi kunda xotin-qizlarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha qanday shart-sharoitlar yaratilgan? Bugungi kunda mana Qizlarjon klubimiz bor. Bizning universitetda 30 ta qizdan iborat. Bu qizlar hammasi lider qizlar hisoblanadi. Ular bugungi kunda faqat bu qizlar tengdosh bilan mavzusida o'zini tengdoshlari bilan ish olib borib, bugungi kunda ijtimoiy muhtoj bo'lgan yoki nogiron bo'lgan yoki umuman o'quv jarayonida juda ham past o'qishda bo'layotgan qizlarga amaliy yordam ko'rsatib kelishmoqda. Rahbariyatimiz bunga alohida urg'u bergan holda bizga alohida markaz tashkillashtirib berdilar. Keling, shu markazni faoliyati bilan bir tanishsak, nima deysiz? Albatta, keling, birga tanishamiz. Feruza opa, mana shu Qizlarjon klubi qachon tashkil etilgan va ularning yetakchilarining vazifalari nimalardan iborat? Qizlarjon klubi 2022-yilda tashkil topilgan. Qizlarimiz har bitta o'zi fakultetda liderlari bor, tayinlangan, saylangan. Ularning o'zini yetakchilari bor, undan tashqari yordamchi. Ular har bittasi shu qizlar bilan ishlab
ish olib borishadi. Qizlarjon klubi mana shu 5 yil mobaynida qanday ko'rik-tanlovlarda qatnashdi? Ular o'zlarini yutuqlariga egami? Albatta 5 yil davomida bizada 3 ta zulfiyachi chiqdi. Undan tashqari eng zo'r loyiha muhandis loyihasida ham ishtirok etishdi. U professor o'qituvchilarimiz ichidan birinchi va yagona ayol bizning universitetdan ishtirok etdi. O'tgan yilgi bizada Zulfiya xonim olgan Irisqulova Kamola qizimiz esa bugungi kunda prezidentimiz tomonidan transport vazirining yordamchisi etib saylandilar. Hozir ish olib bormoqdalar. Juda ham ko'p yutuqlarga erishib kelmoqdamiz. Stipendiyatlar, loyihalarni, ko'pgina grantlar xotin-qizlar tomonidan hammasi amalga oshirib kelmoqda. Feruza Ma'murova o'z kasbiy faoliyati mobaynida Toshkent davlat transport universitetining Qizlarjon klubi yetakchilari bilan bir qator ma'naviy ma'rifiy ko'rik-tanlovlar hamda sport tadbirlarida ishtirok etgan. Feruza opa, mana shu Qizlarjon klubida yetakchilar qizlar o'rtasida uchraydigan hayotiy muammolarni ham hal qilishadimi? Albatta qizlarimiz har bittasi bugungi kunda o'zini fakulteti qizlari bilan tengdosh sifatida gaplashganda, maslahatlashganda ularning ishonchiga haqiqatan kirishgan, bugungi kunda qanaqadir muammolari bo'lsa ularga aytishadi. Bu muammolar bizni mana shu xonada kelib birgalikda psixolog aytamiz yoki menga aytishadi, buni birga hal qilamiz muammolarni. Har xil bugungi kunda juda ham ko'p muammolar bor ularda. Misol uchun ijtimoiy muhtoj bo'lganlar bugungi kunda grant tizimida kirib kelyapti. Bizda esa texnik yo'nalish hisoblanadi. Hammasi oliy matematikani, fizikani bilishi kerak. Lekin ular tayyorlanmasdan kirgan. Shungilarga ham amaliy yordam berib, ularni o'qishiga ham amaliy yordam berib, chunki agar mabodo imtihondan o'tmasa, tushkunlikka tushmasligi uchun dars qilish jarayonlariga ularga amaliy yordam berishadi. Biz ayni paytda qizlar tashabbuslari va maslahat markazidamiz. Feruza opa, mana shu xonada psixologlar qizlar o'rtasida treninglar o'tkazishadimi? Albatta treninglar o'tkazishadi. O'zi universitetda bitta psixologimiz bor. Undan tashqari xotin-qizlar uchun yana bitta psixolog ajratilgan bizga. Bu psixologimiz har xil trening o'tkazadi. Rasm chizish bo'yicha yoki qanaqadir test bo'yicha o'tkazganda har bitta qiz bilan individual ishlaydi. Feruza opa, mana o'zingiz kasbingizdan kelib chiqqan holda qizlar bilan, talabalar bilan ishlaysiz, lekin bu yerda ota-onalarning ham roli bo'lishi kerak. Ota-onalar bilan ishlash jarayonida nimalarga ahamiyat berasiz? Ota-onalar bilan ishlash jarayonida biz alohida Telegram kanal ochganmiz ota-onalar uchun. Har bitta ota-ona haqiqatan ota-ona yoki ota-ona emasligini bilish uchun ham ular bilan har bittasini gaplashib, biz sizni Telegram kanalga qo'shib deb ogohlantiramiz. Bu rahbariyatimiz tomonidan ham bular hammasi nazorat qilib olib borilmoqda. Undan tashqari agar uyga ketishmoqchi bo'lsa yoki ruxsat olishmoqchi bo'lsa, biz albatta ota-onalarga telefonga sizni xabaringiz bormi deb so'raymiz. Biz ruxsat berayotganimiz haqida ularga ogohlantirib aytamiz. Albatta har doim hamma narsani bizga javobi qaytib keladi. Qahramonimiz pedagogika sohasida ko'plab talabalarga bilim berib keladi. Ularni oldinga harakat qilishga chorlaydi. 2023-yilda Feruza Ma'murovaning a'lochi talabalari Beruniy nomidagi davlat stipendiyasiga sazovor bo'lishdi. Men Qizlarjon klubi lideri sifatida Feruza Islomning qo'lida 2 yildan beri ish faoliyatini olib boraman. Feruza Islomning shu borada menga juda ham ko'p yordamlar bergan. Shu qatorda men bir nechta stipendiyalarga erishganman. Bularning natijasi o'zimning ustozim mana shu Feruza Islomning tashabbusi bilan bo'lgan. Stipendiyalarimdan bittasi Maxsus Shayxzoda stipendiyasi bo'lib, har doim Maxsus Shayxzodaga tayyorlanish jarayonida Feruza Islomga tashabbuslarim bilan borganimda ular har doim meni yo'q demasdan ochiq chehrada kutib olib, yo'l yo'riqlarini ko'rsatib, tashabbuslarimni yana ham boyitgan inson bo'lib hisoblanadi. Universitetga kelgandan keyin Qizlarjon klubi haqida eshitganimdan keyin men bu klubga a'zo bo'lishni xohladim. Keyin Feruza Islomning haqida mendan katta 2-kurs, 3-kurs opalarimdan surishtirib, ularning oldilariga bordim. Nafaqat ilmiy yo'nalishda, balki shaxsiy muammolarimda ham, rivojlanishlarimda ham hamma tomonlama menga yordam berdilar. Universitetimiz texnik universiteti bo'lishiga qaramasdan, universitetimizda adabiyot yo'nalishiga qiziquvchi talabalar soni juda ham ko'p va biz uchun alohida stipendiya ham joriy etilgan. Ushbu stipendiya Maxsus Shayxzoda stipendiyasi hisoblanadi va men ham ushbu stipendiya talabgorlaridan biri hisoblanaman.
va bo'sh vaqtlarimda she'rlar yozib turaman. Hozir aytib bermoqchi bo'lgan she'rim aynan Maqsud Shayxzodaga atalgan she'r. Yurtim, peshonangga sig'maganing ko'p. Shoiring, nosiring, buyuk shahzodang. Xuddi ular kabi o'z yurtiga zor. Senga o'g'il bo'ldi, Maqsud Shayxzodang. Hozirgi kunda Qizlarjon klubi lideri sifatida o'z faoliyatimni olib boraman. Shu paytgacha men yil talabasi ko'rik tanlovida faxrli 2-o'rinni oldim. Bu o'rinni olishda ham ustoz menga katta yordam ko'rsatgan. Ya'ni bu ustozim Ma'murova Feruza Islomovna bo'ladilar. Mana shu yildan boshlab transport malikasi fakultet bosqichida qatnashdim. Bunda 3-o'rinni oldim. Nasib bo'lsa keyingi yil Xudo xohlasa bunda 1-o'rinni olishni niyat qildim. Birinchi kursda ustoz bilan tanishganman. O'sha vaqt o'zida meni o'zimni qobiliyatlarimdan kelib chiqqan holda menga tavsiyalar bergan va takliflar aytgan. Ustoz juda ham kreativniroq va shu bilan birga energiyaga boy. Men bu universitetda o'qiyotganimdan va ustozni shogirdi bo'lganligimdan faxrlanaman. Bu zakovatli ayol ilmiy salohiyatini mustahkamlashda doim o'z ustida mustaqil ishlaydi. Joriy yilda qahramonimiz Turkiya davlatining nufuzli oliy bilim yurtida o'z malakasini oshirib keldi va xorijda olgan tajribasini yoshlarga o'rgatib kelmoqda. Shuningdek, universitetda ko'plab iqtidorli talaba qizlar talaygina. Zamonaviy dunyomizda transport sohasidagi muhandislarni qaysi ko'proq fanlarni o'rganishlarini istaysiz? Ular ko'proq nimalarni o'rganishi kerak? Ularga birinchi o'rinda aniq fanlarni yaxshi bilish kerak. Ular standartni bilish kerak. Standartni bilmasa buni iloji yo'q. Standartni bilib, keyin bugungi kunda kompyuterlarda, misol uchun dasturlarimiz bor. AutoCAD, SolidWorks va boshqa dasturlarni ular bugungi kunda bilish kerak, o'rganish kerak. Bizni fanni birinchi o'rgatadi vizuallashtirishni, keyin esa ular bu dasturlarda bemalol chiza oladi. Bu yetuk kadr bo'lib yetishga amaliy yordam beradi. Mana shu o'quv seminarlar davomida eng tajribali, mahoratli muhandislarni taklif qilib uchrashuvlar o'tkazganmisizlar? Albatta bu uchrashuvlarni har doim o'tkazamiz, muhandislarni. Oxirgi o'tkazganimiz Islom sivilizatsiyasi yaqinda ochildi. Shu yerdagi bo'lgan arxitektorni, muhandisni taklif etib, talabalar bilan davra suhbati o'tkazdik. Talabalarda ko'p savollar bo'ldi buni loyihasi davomida. Qanaqa loyihalardan foydalangan, qanaqa dasturlardan foydalangan, nimalarga e'tibor qaratilgan savollar ko'p bo'ldi. Chunki bizda asosan muhandis bo'lgani uchun ularga juda ham qiziqarli bo'ldi. Bunda ko'p savollar berildi. Qayd etish joiz, o'tgan yili Toshkent davlat transport universitetining talabalari Guinness rekordiga yo'l ko'rik tanlovida qatnashib, faxrli o'rinlarni egallashdi. Feruza opa, mana shu muhandislar haqida ham gapiring. Mana ular ushbu ko'rik tanlovga qanday tayyorgarliklar ko'rishdi, qanday o'zlarini chiqishlarini namoyon etishdi? Bunda robototexnika bo'yicha talabalarimiz qatnashdi. Ular robot yasash bo'yicha bunda ishtirok etdi. Bunda 2000 dan ortiq talaba ishtirok etdi. Yangi O'zbekiston bog'ida bo'ldi bu. Vazirlar Mahkamasi tomonidan tashkillashtirilgan edi. Barcha texnik sohasiga tegishli bo'lgan oliygohlar bunga ishtirok etdi. Shubhasizki, har bir inson o'z salomatligini rivojlantirishda jismoniy tarbiya va sport bilan muntazam shug'ullansa, yanada baquvvat va sog'lom bo'ladi. Feruza opa, mana o'zingiz bo'sh vaqtingizda qaysi sport turlari bilan shug'ullanasiz? Men o'z yoshligimda gimnastikadan shug'ullanganman. Olimpiada klubi bo'lardi, shu yerda ishtirok etganman. Keyin aniq fan bo'lgani uchun o'qishga berilib ketib, bugungi kunda esa shu sport bilan shug'ullanib kelaman. Albatta, ko'p vaqtimiz universitetda o'tgani uchun bugungi kunda rahbariyatimiz tomonidan ham universitetda sport zallar tashkil etilgan, ayollar uchun fitness klublar tashkil etilgan, juda ham ko'p bizning sport to'garaklarimiz bor. Shulardan biri voleybolga qatnashaman. Yaxshi, gap isbot bilan bo'lish uchun biz sizni ayni paytda ijodiy jamoamiz bilan birgalikda sport zaliga taklif etamiz. Nima deysiz? Albatta, yuring. Yaxshi. Ko'ramiz.
sport salomatlik garovidir. Ana shunday hayotiy shiorga amal qilayotgan ko'rsatuvimiz qahramoni Feruza opa Ma'murova ham ommaviy sport o'yinlariga befarq emas ekanlar. Feruza opa, haftada necha marotaba sport bilan shug'ullanasiz? Bizada haftada 3 marta bo'ladi. Dushanba, chorshanba, juma kunlari professor ayol o'qituvchilar uchun bo'ladi, hamda talaba qizlar uchun alohida kun belgilangan. Biz bilamizki, mazkur universitet voleybol musobaqalarida doim yetakchi o'rinlarni egallab kelishgan. Bu yilgi musobaqalarda ishtiroklaringiz qanday bo'layapti? Bu yilgi ishtirokimiz biz respublika miqyosida ham o'ynadik. Undan tashqari rektor kubogi bo'ladi, yana talabalar ligasi bo'ladi. O'shalarda ishtirok etib, faxrli o'rinlarni egallab kelishyapti. Sport bilan shug'ullanganingizda o'zingizni qanday his qilasiz? Sport bilan shug'ullanganda inson birinchi o'rinda energiya oladi, xursand bo'ladi, boshqacha kayfiyatda yuradi sport bilan bo'lganda. Bizni tomosha qilayotgan go'zal va dilbar opa-singillarimizga o'zingizni sportdagi chiroyli motivatsiyangizni bersangiz. Ayollar uchun, qizlar uchun ham sport birinchi o'rinda. Sport bo'lmasa, aqliy hujum bo'lmaydi. Shuning uchun sport bo'lsa, aql ham bo'ladi, ilm ham bo'ladi, kun davomida kayfiyati bo'ladi. Sport bilan shug'ullaning. Universitetimizni talaba qizlari, nafaqat talaba qizlari, ayol o'qituvchi xodimlarimiz ham nimagadir voleybol sportini yaxshi ko'rishadi. Mana shu zalimiz ertalabki soat 7:00 kechki soat 9:00 gacha band desak ham xato qilmayman, chunki katta tanaffus vaqtimiz bo'ladi-yu. Ayol o'qituvchilar kelib voleybol o'ynashadi. Men bundan xursandman albatta. Ya'ni shu voleybol murabbiysi bo'lganligim uchun buni ko'rib quvonaman-da. Ya'ni bizni ayol o'qituvchilarda ham hozir jamoat shakllanib qolgan bizda. Mana Toshkent shaharda agar ayollar o'rtasida, o'qituvchi ayollar o'rtasida musobaqa qolsa, biz hech qanday qo'rqmasdan ishtirok etishimiz mumkin. Talaba qizlarimiz mana bugungi kunda jamoat shakllanib bo'lgan. Mana undan tashqari mana hamma fakultetda talaba qizlar ishlash bo'yicha mas'ul ayol o'qituvchilar bor. Ular bilan bog'langan holda mana shu voleybolga qiziqadigan talaba qizlar yig'ib jamoat shakllantirganmiz. Mana shu qizlarimiz kelgan paytda umuman voleybol tushunchasi bo'lmagan qizimiz bugungi kunda Toshkent shahar terma jamoa a'zosi. Ya'ni buni orqasida demak o'zini katta mehnati va bizni berayotgan murabbiylar ko'nikmalari orqasida u to'g'ri shug'ullangani natijasida mana shu natijaga erishdi. Ma'murova Feruza opa harakatchanligidan kelib chiqib aytishim mumkinki, professional o'qituvchilikdan tashqari qizlarimizni, ayollarimizni har doim birdamlikka, sog'lom turmush tarziga, yetuk mutaxassislik bo'lishda ham hamda o'zini demak bugungi kunda talaba qizlarimiz ertangi katta hayotga qadam qo'yishda ham ular o'zini maslahatlari, o'zini o'gitlarini berib keladi. Feruza opa juda ham g'ayratli, sababi sport bilan shug'ullangan deb bilaman. Hayotda inson qo'lga kiritayotgan muvaffaqiyatlarda ota-ona va yaqinlarning qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga ega. Zero hayotiy motivatsiya oiladagi muhitdan boshlanadi. Qahramonimiz ham ana shunday baxtga erishgan kuchli ayol hisoblanadi. Shubhasizki, har bir farzand erishayotgan yutuqlarida ota-onaning mehri, mehnati va unga berayotgan e'tiboridan darak beradi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni Feruza Ma'murovaning onasi Nodira opa Hojayeva ham mana shu universitetda ko'p yillardan buyon mehnat qilib kelyaptilar. Nodira opa, Feruza opa bolaligida qanday inson bo'lganlar? Mana shu ularni bilimga qiziqtirishda nimalarga ahamiyat bergansizlar? O'zi 3 ta farzandim bor. Feruza, Dilfuza hamda Olimjon. Feruza yoshligidan doim shu raqsga, pishirishga, yig'ishtirishga, uy yumushlariga doim harakat qilib yurar edi. Ilmga kelganda doim badiiy kitoblarni ko'p o'qir edi, sportlar bilan shug'ullanar edi, shaxmat, shashkalar o'ynar edi, tennislarga olib borib, tennislar ham o'ynar edi. Keyin sekin-sekin shepinglarga qatnashib, sport yo'lida bordi. Ilmda esa adasini yo'nalishi chizma geometriya, muhandislik, grafika bo'yicha ketdi. O'zi maktabda ham sinfkom edi.
oliy ta'limga borganda u yerda ham bu o'sha guruhda demak guruhni olib boruvchi sifatida edi. O'zi doim hamma narsaga o'zi harakat qilib, boshqa qilib, o'qib, o'z ustida ko'p ishlar edi. Rasmlar tushirardi. Bu mana shu tasviriy san'atga Bobur, Nodira begim, mana shu miniatyuralarga ham qiziqib, laganlarga rasmlar solar edi. Hozir o'sha o'zi ustida ishlab, ilmiy ishlab, demak PhD ni oldi. O'zi ustida ishlab, mutaxassisligi bo'yicha kitoblar yozdi, chizma geometriyadan, demak dotsentlik lavozimiga. Mana hozir universitetimizda Xotin-qizlar kengash raisi sifatida ish olib yuritib kelmoqda. Kitob insonning ma'naviy do'sti hisoblanadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Feruza opa Ma'murova ham kitob o'qishni juda yaxshi ko'rar ekanlar. Feruza opa, mana shu bo'sh vaqtingizda qanday kitoblarni o'qishni yaxshi ko'rasiz? Men ko'proq jahon adabiyotini ko'p o'qiganman, lekin oxirgi paytlar o'zimizni yozuvchilarni adabiyotini ham o'qiyapman. Mana oxirgi o'qiganim bu Saidahmad Ufq asari. Buni hattoki biz Qizlarjon klubi bilan qizlarimiz o'qigan ekan, ancha talqin qildik bu narsani, o'tdagi obrazlarni talqin qildik. Albatta, bu kitobni men ham o'qiganman, juda yaxshi yozilgan. Buni qancha ko'p o'qisangiz, juda har doim har xil mana shu kitob qahramonlar haqida yangi ma'lumotlarga ega bo'lasiz. Bu hayotiy kitob. Mana shu qizlar o'rtasida ham kitobxonlik madaniyatini ham amalga oshirish bo'yicha tadbirlar amalga oshiriladimi? Kitobxonlik madaniyati qanday yo'lga qo'yilgan? Albatta, kitobxonlik bizda birinchi o'rinda. Zakovat olib boriladi, kitobxonlik olib boriladi. Birinchi o'rin egallaganlarni taqdirlanadi, insholar yoziladi, esselar yoziladi. Kitobga alohida urg'u bilan qaraladi. Bizda yana 100 ta kitob loyihasi bor. Bunga alohida qizlarimiz hammasi ishtirok etadi bunga. Shubhasizki, har bir ayol xonadonga kelganda oshxona malikasi bo'lishga intiladi. Mehr bilan tayyorlangan har qanday taom yaqinlarimizga xush kayfiyat ulashadi. Bugungi ko'rsatuvimiz qahramoni bo'lgan Feruza opa Ma'murova ham o'z taomnomasiga Feruza opa teletomoshabinlarimizga nima tayyorlab bermoqchisiz? Bugun parhezli sabzavotli salat. Unda jarayonni nimadan boshlaysiz? Karomdan. Marhamat. Feruza opa, ushbu salatni kimdan o'rgangansiz? Bu salatni onamdan o'rganganman. Biz ahamiyat berdik. Bu yerda karom, qizil sabzi, bodring, limon va hamda ko'kat. Bu yerda hech qanday mayonez va o'simlik yog'ini ko'rmadim. Limon sharbati foydalaniladi bu yerda. Tushundim. Demak, bu salat parhezbobligi bilan ajralib turadi. Yaxshi, jarayonni kuzatamiz. Feruza opa, sog'lom ovqatlanishda qanday sabzavotlardan, mevalardan va qanday mahsulotlardan foydalanasiz? To'g'ri ovqatlanishga har doim ahamiyat beraman, harakat qilaman bunga. Asosan karom, sabzi, pomidor o'shalarni iste'mol qilaman. Mevalardan ham xuddi shunaqa olma, misol uchun juda ham kechqurunga yaxshi bu narsa. Yoki undan tashqari nok iste'mol qilaman. Yaxshi. Endi hozir ko'katlarni to'g'rab olasiz. Men bugun sizni kasbingizdan kelib chiqqan holda 5 ta blitz savol tayyorlab keldim. Tayyormisiz? Albatta. Unda boshlaymiz. Qahvami yoki choy? Choy. Sayohatmi yoki mehnat? Sayohat ham mehnat ham. Hayotdagi shioringiz? Har doim oldinga. Sevimli raqamingiz? 5. 3 ta tilak ayting. Sog'lik, baxt, omad. Rahmat, juda ham qisqa va mazmunli javob berdingiz. Umuman olganda o'zingiz sayohat qilishni yaxshi ko'rasiz? Albatta, sayohat qilishni yaxshi ko'raman. Qaysi davlatlarga sayohatga chiqqansiz? Dubayga, Gruziyaga, Turkiyaga, Rossiyaga va hokazo. Mana shu sayohatga chiqqan davlatlaringizdan nimalarni o'rgandingiz? Taassurotlaringiz qanday bo'ldi? U yoqda borganda juda ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi. Madaniyatini ko'rsa bo'ladi. Biz ko'proq borganimizda o'qish sistemasini ko'ramiz, qanaqa ekan, ta'lim sistemasi qanaqa ekanligini o'rganamiz. Yoshlar bugungi kunda qanaqa ish olib borayotganini ko'ramiz. Ilm sohasida qanaqa ishlar olib borayotganini ko'ramiz, ham dam olamiz.
Feruza opa, haqiqatda ham oshxonada malika ekansiz. Biz sizga Sport telekanali ijodiy jamoasi nomidan mana shunday yutuqlaringiz bardavom bo'lsin va ayollik baxti, nazokati hamda mehribon ona bo'lish baxti sizni aslo tark etmasin. Doim atrofingizda yaxshi shogirdlar siz bilan hamroh bo'lsin. Rahmat kattakon. Iste'dodli Sport telekanal jamoasiga omad yor bo'lsin. Ko'rsatuvimiz yakunida nafosatli va zakovatli qahramonimiz Feruza Ma'murovaning bilim yo'lidagi sa'y harakatlariga omad hamda oilaviy xotirjamlik tilab qolamiz. Xayr, salomat bo'ling.